Assalomu alaykum. Agar qarz bermoqchi bo'lsangiz, kimnikidir qarz so'rasa sizdan, uni holatini ko'ring. Sizdan boymi, kambag'alroqmi? Nima ishga so'rayapti? Eng ishonchli deb bilgan odamingiz ham sizdan boy bo'lsa, unaqa odamga pul berishingiz kerak emas. Sababini aytaman, bu meni hayotimda bo'lgan. Afsuslanasiz keyin. Agar u qarindosh urug'ingiz yoki bir yaqin tanishingiz bo'lsa, mahallangiz yoki oshna og'aynilarning ichida bo'lsa, uni puli ko'proq bo'lsa, uni hamisha u sizdan qarzdor bo'lsa ham o'zini balatdan olib keladi. Balatda tutadi sizni, gapni butun gapiradi, muttaham bo'ladi unaqa odam. Agar pulingiz cho'zilib qolsa, bunday qilib yelkasini qisib kelmaydi. Uzr uka yoki aka anaqa bo'lib qoldi yoki qarindoshim jiyanim demaydi. Men bu pulni birinchi ko'rayotganim yo'q deydi. Sen endi ko'ryapsan, bunaqa pulni men endi ko'rayotganim yo'q deydi. Balatdan keladi. Ana shuning uchun o'zingizdan boy odamga hech qachon qarz bermang. Bu maslahatlar havodan olib gapirilayotgan gaplar emas, bu hayotda bo'lgan gaplar, o'zimning hayotimda bo'lgan gaplar bular. Ana shuning uchun hozirgi zamonda ochlikdan o'lmayotgan bo'lsa, qarindosh urug'ingizmi, oshna og'ayningizmi bir ishini bitiraman desa, u ishi bo'lmay qolsa ham, uni hayoti davom etaveradigan bo'lsa, bermang qarz. Qarz olmoqchi bo'lgan odamlarga ham shu videolarni jo'natib qo'ying. Hech qachon qarz olmanglar. O'zingiz cho'ntagingizdagi bor pulingizga yashang. Bor pulingizga qiladigan ishingiz. Agar biznes qilmoqchimisiz, biznesni birovni puliga qilmang, o'zingiz pulingizga qiling. Оборот qilmoqchimisiz pulingizni, обороtingizni o'zingizni pulingizga qiling. Yo'qmi оборотga pul? Qachon bo'ladi desa, 6 oydan keyin bo'ladi, 6 oydan keyin qilib beraman deb olayotgan bo'lsangiz, 6 oy kuting, 6 oydan keyin boshlang. Nima muammo sizga? Uni ham diqqatini oshirib, muammoga tiqib, orada qarindosh urug'chilik buzilib, shuning uchun qarz oladiganlar ham qarz hech qachon olmang. Kredit в общем olmang. Botasiz, kredit olsangiz, balchiqqa botasiz. Qarz yamasiga tushib ketasiz.